Oilaga munosabat, ayolga munosabat, qadriyatlarga munosabat, davlatga munosabat, qolaversa demokratiyaga munosabat degan masalalarda biz o'zimizni xalqimizning juda yaxshi tushunchalari bor. Va bu tushunchalar to'g'ri tushunchalar. Bu tushunchalar o'zini oqlagan tushunchalar. Xalqimiz mana shunday buyuk boylik bilan birgalikda yashayapti, lekin biz gohida masalan partiya sifatida e'tiroz bildiramiz. Nimaga bizga aql o'rgatishadi? Masalan, ayollar masalasida biz ko'p e'tiroz bildiramiz. Ayollarni haq-huquqlarini tenglashtirish kerak. Ayollar bilan erkaklarni tenglashtirib bo'lmaydi. Ayollar ustunroq turadi bizning jamiyatimizda. Ayollarni bizning jamiyatimiz, bizning erkaklarimiz qadrlaydi. Bozordan ikkita sumka ko'tarib kelayotgan ayolni yonidan indamasdan o'tib ketadigan erkaklar endi paydo bo'layotgandir, lekin avvallari bunaqa bo'lmasdi. Bizning jamiyatimizda ayol bir bosh ustun turadi, avaylanadi, asraladi. Qadrli bo'lgan narsa asrlanadi. Qadrli bo'lgan narsa boshqa qo'yiladi. Qadrli bo'lgan narsa avaylab asralganligini bizga yo'yoki kelib aqlli yevropaliklar aytayaptiki, sizlar ayollarni tahqirlayapsizlar deyapti. Ayolni tahqirlash qanaqa bo'lishi o'zi aslida Yevropaga borib o'rgansanglar, ana o'sha yerda ko'rasizlar ayol qanday tahqirlanayotganligini. O'shaning uchun biz o'zimizni azaldan mavjud bo'lgan qadriyatlarimizni anglashni o'rganishimiz kerak.